Va nihoyat ko'pchilik kutgan mexanika Kia Bongo 2024 keldi. Mashinamiz atiga 7,5 ming kilometr Janubiy Koreyaga yurgan. Mexanikani topish o'ta qiyin. Mana noyob topilma desam to'g'ri bo'ladi. Noyob topilmani zo'r keldi. 138 ot kuchi, turbinali motor, o'zi avtomat ekonomichni. Bunda esa o'ta ekonom qilsa kerak menimcha. Mashinamiz qarang, rullari siydi, bakoy siydi, yopiladi. 7,5 ming atiga yurgan qorong tushgan chiroqlarni yo'qadi. Salon zo'r holatda. Ko'ryapsiz, oldi orqada registratorlar bor, spinkalar chiqadi. 2024-yil Hankook oltita baloni 100% yangi va ko'p so'ralgan, sotuvda hozirda deyarli top bo'lmaydigan yangi tentlar bilan mana. To'rt oyoqli tent. Hozir polini ko'rsataman, dahshatidan Hankook balon Rocket. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana aynan siz so'raganingiz keldi. Chizilgan, qirilgan joylar yo'q. Beton tonirovkalarda. Mana palasalarni ko'radi, orientarmajenelargacha bor. Bu tomonlarni qarang. Mashina просто onlayn baraka qilsak bo'laveradi. O'rtoqlar. Hech qanaqa tekshirish kerak yo'q. Idealli mashina. Qarang, taglarini jangilab yotishni mashinani. Mana bu yomon chiroyli turibdi. O'zi tenti bilan bu chiroyli mashinamiz. Qarang, baquvvat dugalar, sensorlari bor, stop chiroqlari butun, orqalari ham zo'r. Ichini qarang, mana. Og'ir yuk ortadiganlar, dastgohlar, mana temir tersak deganlar uchun qalin list, sirg'anmaydi va mahkam, mustahkam. Tent 100% yangi mana. Mana shu mashina uchun ochib o'rnatildi buni. Kerak emas tent desangiz, kelishilgan holati tentini yechib ham qolaveramiz. Bir deganda sotib yuboraman. So'ragan odam o'ta ko'p. Qalpoqlari hammasi zo'r holatda. Endi bu aytganimdan noyob topilma bo'lgan mexanika. Atiga 7,5 yurgan Kia Bongo'mizning narxi keladigan bo'lsak, 32,300 dollar. Oz-moz kami bor. Faqat naqdga sotiladi, variant kredit VP yo'q. Kimga qiziq bo'lsa, video pastdagi telefon raqamiga murojaat qiling. Mashinamiz bojxonada turibdi, biri to'la nomingizga chiqadi. Pasport, elektron ключ. Bir kunda dokument taxlaymiz. Mana o'rtoqlar, bemalol kelaring. Mashina lyubo proverkaga tayyor. Chotki holatda. Videoga like bosib, mexanikani topa olmay yurgan tanishlaringiz o'ta ko'p. O'shalarga srochno ulashib qo'ying. Mexanika kamligi uchun men ham tilim birroq. O'rtoqlar, bosib yuboradigan joyda.